Shaxmatda otda o'yini juda ahamiyatga ega bo'ladi. Shaxmat bu kurash. Kurashda doim g'alaba qozonish uchun yaxshilab o'ylash kerak, fikrlash kerak. Xotlarga bog'liq. Otda o'yini nihoyatda kuchli bo'ladi shaxmatda. Shaxmat bu kurash. Kurash doimo g'alaba qozonish uchun harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Yetish shunchalar oson bas. Milliardlab xotlar bor. Milliard xot bor. Shohmat. Uraveni katta bizda. Xudo xolasa yangi chiroyli o'yinlar qilamiz.